Mani debyut o'yinim aniq eslayman. Buxoroga MXSK bilan borganimizda 1-0 hisobida g'alaba qozonib kelganmiz va Abduqahhor aka Ma'rifaliyev o'shanda klubda ham birga o'ynardik va oldilariga Qibraga borganimda O'zbekiston terma jamoasi yig'ilgan edi. O'sha payt yig'inga borganimda Yuriy Vazgench ko'rib qolganda eslayman, qilich olgan edim Buxorodan esdalik uchun. Va haqiqatdan mana shunaqa Buxorodan kelyapman desa, bo'ldi qilich olibsan, ertaga Samuralarga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'rgin deganda menga kutilmagan holat bo'lgan, chunki men yig'inga chaqirilmaganman, lekin Yuriy Vazgench qilich bilan Samuraylarga qarshi, endi yaponlarda samuraylar deb aytishadi, shu sababli ertaga o'shalarga qarshi chiqasan, 2 kundan keyin o'yin edi. Keyin Qibraga yig'inga kirganman va biz o'sha o'yinda 1-1 o'ynaganmiz. Afsus, o'yin oxirida 88-89 daqiqalarda gol qo'yib yuborganmiz va o'shanda men Kazu Miura taniqli hujumchisi bor edi. O'shanga qarshi personal o'ynaganman. Unda bunaqangi internet saytlarda yangiliklar darhol yetkazilmasdi, lekin gazetalarda yetkazib borilardi va o'sha o'yindan keyin mana yangi himoyachi Baxtur Ashurmatov ajoyib o'yin ko'rsatdi. Taniqli o'yinchisini qo'riqladi deb gazetalarda yozishgan edi va biz bu o'yinda 1-1 hisobida o'yinni yakunlagandik va afsus katta mukofot pulidan quruq qolgan. Yana nimasi bilan esda qolgan? Juda ham katta mukofot puli berilganda, hozir taxminan aytsam bitta mashinaga yetadigan mablag' edi o'sha paytda. Keyingi o'yin Janubiy Koreya terma jamoasi bilan bo'lgan. Yosh yigit, yosh futbolchiman. Zo'r o'ynagandan keyin xursandman. 3 kundan keyin Koreya bilan aniq eslayman, Choi Yunsu degan hujumchisi bo'lardi. Juda ham baquvvat o'yinchi edi. Va o'sha o'yindan keyin nimaga amin bo'lganmanki, futbolda misol uchun yaxshi o'ynadingizmi? Men zo'r o'ynadim, bo'shashishga futbolchini haqqi yo'q hozir. Maslahatdan berib o'tib ketaman yosh futbolchilarga, chunki o'shanda men zo'r o'ynadim, mana Kazumiurani o'tkazmadim deb ozgina euforiyaga berilganman va keyingi o'yinda Choi Yunsu 2 ta gol kiritgan va o'sha mag'lubiyatda asosiy sababchilardan biri bo'lib qolganman desam ham bo'ladi. O'sha o'yindan keyin terma jamoa ro'yxatidan tushib qolganman.